uyquning sog'likka ta'siri. Eng zo'r uyqu soat 10 dan ertalabki 4 gacha. Mana shu 6 soat eng zo'r. Lekin 4 dan 2 gacha bo'lgan 4 soat albatta uxlash kerak. Undan ham kritiskisi 11 dan soat 1-1,5-2 gacha, mana shu 3 soat, 2 soat albatta uxlash kerak. Nima uchun deganda, tanamizdagi gormonal sistema umuman boshqacha ishlaydi uxlagan odam bilan uxlamagan odamda. Kechasi uxlamagan odamlar, ko'pchilik mana hozir yoshlar kompyuterda o'tirishadi, telefonda o'tirishadi, juda ham sog'ligini buzib yuborishadi. Gormonal sistemasi stress holatida butun tanasi o'zgarib ketyapti. Shuning uchun uyqu juda ham muhim. 9:30 da yotishga uxlasak, 10 da uxlaymiz, ertalab 5 da mazza qilib odam uyqusi pishib turadi. Saharda turganda ishi yurishadi deydi-ku, ertalab turganda. Bir marta ertalab turing. Soat 3 da yotsangiz ham soat 5 da turing. Xo'pmi? Majbur qiling, kuni bo'yi uxlamang. Qiynalasiz, bir kun chidang. Soat kechki 8-9 ga borganda tamom qotasiz. Ertalab 5 da turasiz. Mana shunday qilib, juda ham tez rejimga kirib olasiz. Kechqurun albatta uxlanglar. Xo'pmi?